Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 135-mavzu yaxlit sonlarni ko'paytirish. Yondosh mavzu foydali taom. Yaxlit sonlar 0. Qandolatchilik fabrikasida bir kunda 40 kilogramm konfet tayyorlanadi. Haftaning 5 ish kunida qancha konfet tayyorlanadi? Shunday 2 haftadachi. Ya'ni bu joyda 40 kilogrammni 5 ga ko'paytiramiz. Uning uchun 4 ni 5 ga ko'paytiramiz 20, orqasiga 0 ni olib kelib tushiramiz. 200 kilogramm konfet ishlab chiqaradi. Shunday 2 haftadachi, ya'ni shunday 2 haftada deganda bir haftamiz 5 kundan iborat bo'lsa, 2 haftamiz 10 kun bo'ladi. 10 ni 40 ga ko'paytiriladi. Uni mana bu usulda bajaramiz. Bir kunda 40 kilogramm konfet, 5 kundan noma'lum kilogramm konfet, shunday 2 haftadachi. Uning uchun bir kuniga 40 kilogramm bo'lsa, 5 kunliga 200 kilogramm bo'ladi. 40 ni 5 ga ko'paytirsak 200. Endi shunday 2 haftadachi deydi. 200 ni 2 ga ko'paytiramiz 400 kilogramm desak ham bo'ladi, lekin 40 ni 10 ga ko'paytirsak ham bo'ladi. Bu 400 kilogrammga teng. Bayram kunlari meva va shirinliklar savdosini aks ettiruvchi grafikni ko'rib chiqing. Mana bu joyda yangi yil 8-mart Navro'z kunlari belgilangan va bu joyda necha kilogrammdan shirinlik savdosi, necha kilogramm meva savdosi ko'rsatilgan. Ya'ni yangi yilda 400 kilogramm shirinlik sotilgan, 100 kilogramm meva sotilgan. 8-martda 300 kilogramm shirinlik, 200 kilogramm meva sotilgan. Navro'zda esa 400 kilogrammdan ham shirinlik, ham meva sotilgan. Endi bu joyda aks ettirilgan mana bu ko'k bilan chizilgan bu shirinlik, qizil bilan chizilgan esa meva. Mana bu joyda 3 ta savol turibdi. Yangi yilda necha kilogramm shirinlik sotilgan? Yangi yilda 400 kilogramm shirinlik sotilgan. Qaysi bayram kuni hammadan ko'p meva sotilgan? Navro'z bayramida hammadan ko'p meva sotilgan 400 kilogramm. Qaysi kuni shirinlik va mevalar bir xil miqdorda sotilgan? Navro'z kuni ham shirinlik 400 kilogramm, ham meva 400 kilogrammdan sotilganligi sxemada ko'rinib turibdi. Qulay usul bilan hisoblang. Qovus ichida 3 ko'paytiruv 8 va qovus yopiladi ko'paytiruv 5. Biz buni oson usullarda ko'paytirib ko'rsatamiz. Mana birinchisi. Qovus ichida 3 ko'paytiruv 8, qovus yopiladi 5. Buning uchun biz 10lik hosil qilib olishimiz kerak bo'lgan ko'paytmani birinchi yozamiz. 8 ni 5 ga ko'paytirsak 40 va uni 3 ga ko'paytirsak, 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12, 0 ni olib tushiramiz. 120 hosil bo'ldi. Bu usul oson. 5 ko'paytiruv qovus yopamiz, 4 ochamiz, 4 ko'paytiruv 9 yopiladi. Bunda ham xuddi shu usul bajariladi. 5 ga 4 ni ko'paytirsak 20, 9 ni ko'paytirsak 180. Ko'paytirish usuli oson bajariladi. Undan keyingisi ham shu usulda mana 2 ni 3 ga ko'paytiramiz va 50. Buning uchun biz 100lik hosil qilib olishimiz kerak. Oson yo'lini 2 ni 50 ga ko'paytiramiz va 3 ga ko'paytiramiz, 300 hosil bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shu usulda. Ya'ni bu joyda 50 ko'paytiruv qovus yopiladi, 2 ko'paytiruv 7. Xo'p, davom ettiriladi. Uning uchun 50 ni 2 ko'paytirib olamiz, 100lik hosil bo'ladi va 7 ga ko'paytiramiz, 700 hosil bo'ladi. 6 ni 4 ga ko'paytirib va 5 ga ko'paytiramiz. Biz oson yo'li 5 ni 4 ga ko'paytirganimiz osonroq, chunki bunda 10lik kelib chiqadi. 10lik, masalan biz 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24, 24 ni 5 ga ko'paytirsak sal qiyinroq usul. Bu usul esa oson. 20 ni ko'paytiramiz 6 ga 120. 5 ko'paytiruv qovus ichida 8 ko'paytiruv 3. Bu joyda biz oddiy usuldan foydalanganimiz ma'qul, chunki 5 ni 3 ga ko'paytirsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa 5 ni 8 ga ko'paytirsak ham bo'ladi. 40 ni 3 ga ko'paytirsak bo'ladi. Bu ham 120. Davom ettirib mana shu oxirgisini davom ettirib ishlab qo'yishingiz mumkin. 4-masala. Bir asalari qutisidan 9 kilogramm, ikkinchisidan 2 marta ko'p asal yig'ib olindi. Hammasi asal
3 kilogrammdan qilib bankalarga solindi. Necha banka kerak bo'lgan? Masalaga albatta shart tuzamiz va uni bajaramiz. Biz mana bu usulda masalaga shart tuzdik. Bir qutida 9 kilogramm, ikkinchisida noma'lum 2 marta ko'p, umumiysi noma'lum. Bo'lib solindi 3 kilogrammdan bankalar soni noma'lum. 9 ni 2 ga ko'paytiramiz. 18 kilogramm. 18 bu ikkinchi bankadagi asalning kilogrammi. 9 ga 18 ni qo'shamiz. Ya'ni birinchi bankadagiga ikkinchi bankadagini qo'shsak 27 kilogramm hosil bo'ldi. Endi agar ikkinchi bankadagini biz 3 ga bo'lsak 6 ta hosil bo'ladi. 9 ni 3 ga bo'lsak 3 ta, ya'ni 9 ta. Biz umumiysini agar bajaradigan bo'lsak 27 ni bo'lamiz 3 ga barobar 9 ta bankaga bo'lib solish mumkin. 6-chi masala. Qulpinay ekilgan maydonning eni 50 metr, bo'yi esa 2 marta katta. Marta katta desa ko'paytiramiz. Bu maydonni o'rab olish uchun qanday uzunlikdagi taxta devor kerak bo'ladi? Maydonning yuzi qanday? Biz bu masalani chizma orqali tushuntirib beraman. Ya'ni eni 50 metr, bo'yi esa noma'lum. Bo'yi enidan 2 marta katta. Xo'p, endi biz bu maydonga qancha sim ketishini bilib olishimiz kerak. Ya'ni perimetrini topamiz. 50 ga 50 ni qo'shsak 100 bo'ladi. Endi bu bo'yini topish uchun 50 ni 2 ga ko'paytiramiz. 50 ni 2 ga ko'paytirsak 100 metr. Ya'ni 100 metrga 100 metrni qo'shsak 100 ga, ya'ni bu yoq 100, bu yoq 100 chiqdi. 100 ga 100 ni qo'shsak 200 metr hosil bo'ldi. Umumiysini topamiz. Xo'p, 100 ga 200 ni qo'shsak 300 metr. Hammasi bo'lib 300 metr uzunlikdagi o'rash uchun sim kerak bo'ladi bizga. Maydonning yuzini topamiz. Eni 50 metr, bo'yi esa 100 metrdan. 50 ni 100 ga ko'paytirsak 5000 kvadrat santimetr hosil bo'ldi. 5 ni 1 ga ko'paytiramiz. 5 va 3 ta 0 ni orqasiga borib tushiramiz. 5000 kvadrat santimetrga teng. Bu maydon 5000 kvadrat santimetrga teng ekanligi aniqlandi. Hurmatli aziz mening bilimli bolajon kanalining aziz muxlislari, mana bugun uyga vazifa 7 va 8 misol va masala edi. Buni biz hozir birgalikda bajaramiz. 7 misol yoki masala. Noma'lum qiymatlarni topish uchun ifoda tuzing. Bitta grafinda grafinlar soni, umumiy hajmi. Bitta grafinda 2 litr suv bor masalan. Grafinning soni 40 ta, umumiysini topishimiz kerak. Ikkinchisida bitta grafinda 3 litr, grafinlar soni noma'lum, umumiy hajmi 180 litr. Bitta grafinda noma'lum, grafinlar soni 20 ta, umumiy hajmi 200 litr. Biz buni topish uchun albatta misol va tenglamalar tuzib ishlashimiz kerak. Birinchisi mana bu usulda bajarildi. 2 litrga ko'paytiramiz. Grafinlar soni 40 ta ekan. 80 litrlik hajmda hosil bo'ldi. Ikkinchisi, bitta grafinda 3 litr, grafinlar soni noma'lum, umumiy hajmi 180 litr. Uning uchun tenglama tuzildi. Mana x barobar 180 ni bo'lamiz 3 ga. X barobar 60 nima hosil bo'ldi? 60 grafinlar soni hosil bo'ldi. 3 litrni ko'paytiramiz 60 ga, 180 litrli suv kelib chiqdi. Keyingisi, bitta grafin noma'lum, grafinlar soni 20 ta, umumiy hajmi 200 litr. X ko'paytiruv 20 dedim va 200 litr. X barobar 200 ni 20 ga bo'lamiz 10 hosil bo'ldi. 10 ni 20 ga ko'paytirsak umumiy hajmi 200 litrga teng. 8 misol juda oson usulda bajariladi. 7 ni ko'paytiramiz 10 ga. Uning uchun 7 ni 1 ga ko'paytiramiz. 7 orqasiga 0 borib tushiriladi. Va 8 misol mana bu usulda bajarildi.
7ni 10ga ko'paytirsak 70, 10ni 5ga ko'paytirsak 50, 8ni 100ga ko'paytirsak 800, 100ni 7ga ko'paytirsak 700, 9ni 10ga ko'paytirsak 90, 10ni 2ga ko'paytirsak 20, 6ni 100ga ko'paytirsak 600, 10ni 10ga ko'paytirsak 100. Albatta bu joyda orqada nollar tushib qoldirilmaydi, orqasiga yozib qo'yiladi. Mana aziz mening Bilimli bolajon kanalining muxlislari. 135-dars shulardan iborat. Albatta obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi dars ham sizga yetib boradi degan umiddaman. Xayr.